deb yeyip durdu. Mayal birisi 100 kuyanmayım ev garip seyahatini. Çıkmasa, çıkmaydıgan nemike u bu deb menden qaqshab yuruydu. Bekağı bas çıkuvaki debdu degan. Şu mana. Ben garip seyahatning en konu nusxasini ko'rmoqchiman. Ben garip seyahatning konu nusxasi 1975 yillik men shu qadi kitob darsxonasiga kirsangiz aşağıda bana men evet qo'ydim. Haqsiz holatda. Ko'rsangiz bo'ldi. Ondan mazasili yo'q deydi. Men haqsiz holatda evaldigan ingliz til material qadi kitob darsxonasiga kirib eng ostiga sirsangiz eng ostida bor. Shu yerda men oldidagisi 9 jumla qo'yib chiqargan, keyingisi 8000 jumla PDF shaklida texnik yaxshi ishkilsini saqlab olsangiz, cho'san qolsangiz tushirib olsangiz bo'ldi. Rossiyaga maymun şavaqasini men shu darsxonaga yo'llab qo'ydim. Men darsxonasiga hozir evet berdim. Men mana shundan qilsangiz bo'ldi. Sünnetning harbiy ishlar dasturi mana shu darsxonada bor. Darsxonada qarsangiz bo'ldi. Uyg'urcha bir kitob emasligi men so'zlagan ovozli tushuntirilma bensiya, jonji bensiya hozir 5 qismda ortiq chiqdi. Davomli chiqadi ekan yana. Qancha pullik satisizlar, uni deb men qancha pullik satmayman. Darsxonaga kirib qarsanglar, ba'zi har bir darsning neç pul keldiğinin ayrım bazı var. Dersxonaga kirib mi bakmay, besib bakmay turib, o neç pul, ma neç pul. Ma birisiga 75 ga kiribsan, evet besam, besib bakmay turib, haqsiz ma. Putin Avzu'nun 12 çoğun şagird to'g'risiga mazmun o'qib ketibdi deydi. Mana shu Putin Avzu to'g'riliq ma eng yangi darsni tayyorlatma 13 qismliq mana shu partiya yaqinda chiqdi. Shu bir aql olsangiz bir 2 soat atrofidagi mazmun bo'ladi haqiqatan. Mana shu garip seyahatga siz so'ragan barliq savollarning javobi aşağıda Johnny Vanzi deymiz, Ming Shenshong deymiz, Sunu Kong demiş, ustoz qutqazmaydi deymiz, boshda uchni bilan ish qilib. Mana shu savollaringizdan hammasining javobi mishlardan chiqadi. Ben 75. yılcı dedim evet bedim. Ben İngiliz dersini kıldı vallahi dersxana en asıl kirib evasanlar buludu. Məxfiyyətlik tartışçının qanunu toğrusu. Məxfiyyətlik tartışçının qanunu toğrusunda məş məxfiyyətlik degan ders ayrı, dünyadakı eng sirliq 24 ders ayrı, məş ikisini ayrım yollab qo'ydim. Bayda adam da Murat adam eng yangidan yollandi. Dünyadaki en ulug' xil tafakkurning oxir batiha hozir 10 qismdagi yolladim bu oxirini davomli yollab birman. Navalning söhbetini topam. Navalning söhbetini mavud ostiga sirsangiz o'tirdaroq chiqdi-ki. Naval söhbeti debba. Bu so'ng haqidagi mazmun bor, bu so'ng haqidagi mazmun. Mana shunda har bir sonni so'raydi, bir simani so'raydi, balla mana shunda birlab javob berib qo'ycha vaqt o'tib ketadigan gap. Ondan keyin men darsxonadagi hamma mazmun men so'zlagan Uyg'urcha yashma banbansi. Men ba'zilarning iliqima rasminiga qarab, beyzoniga qarab voy bu davlat tilida o'xshaydi deb o'ylab qolmanglar. Hammasi Uyg'ur tilida men so'zlagan mazmun. Bu yerning hammasi mesela ovozliq mana 4 klass keslarni yeyishib bergandek so'zlab, kitoblarni yeyishib, yadroliq mazmunni tushuntirib qilib bergan mazmunlar. Darsxonaga kirgandan keyin qo'rqmay setib olib anglab baqsanglar bo'ladi. Darsxonaning ismi Qadi kitob 1. Salon chiqqandan keyin ostida koddan degani bossanglar darsxonaga kirsizlar. Faqat topolmay qolganlar Qadi kitob deb yozsanglar undarim chiqadi, undar da'vat bersam bo'ldi. Rahmat.